Hammaga xayrli kun. Mana shu choponimizni so'rab qo'yganimizdan keyin juda ham ko'pchilik so'radi. Mana shunaqa orqalarida printlari tushirilgan chiroyli choponimizdan do'konimizda bor. Shunaqa naturalniy alabaxmal ishlatilgan. Oldilariga, cho'ntaklariga villuri ham eng sifatli villurdan ishlatilgan. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Sovg'alarga, o'zingizlar bu yoqqa kiyishga maza qilib kiysanglar bo'ladi. Keyin yangi choponlarimiz obzor qilinglar deyishdi. Hozir bittalab ko'rsatishga harakat qilaman. Shunaqa 60-razmergacha bemalol keladigan choponimiz ikki taraflama kiyiladi. Yana bu yerda xil-xillaridan bor. Nima ekan, o'zimizga ham yangilik nimalar kelgani. Shunaqa kostyum. Bu ham ikki taraflama kiyiladi. Bu ham 54-razmergacha keladi. Villur ko'pchilik so'rashadi bizdan. Villurni uzunroq varianti, orqalarini yopib turadi. O'ranganlar bemalol kiysa bo'ladi. Bu ham bemalol 60-razmergacha keladi. Razmer bizda xudo xolasa bor. Avvallar katta razmer topib bera olmasdik. Mana bu ham 60-62 gacha ham kelar ekan. Mana orqalarini o'zingizlar ko'ringlar. Ikkala tarafi ham chiroyli adresdan tikilgan. Mana nimalarimiz bor bizda. Mana shu ham chiroyli rang. Bu safar bizga katta razmerlar kelgan. Yana eslatib o'taman. Istoriyalarni kuzatib borib bo'ladi.